Tığ zonası. Dostlar alıp bitkiyor yok. O yerge mebel bo'ladi. Past tarafı ham mebel bo'ladi. Mana. Bu kuxunasi mana. Kuxunaga mayerga ramka bo'lgan do'stlar. Mana. Ramka bo'lgan bu yerga. Bu tarafga ham ramka bo'lgan do'stlar. Mana ramkalari. Bu yerdan kobra trek tushadi. Bu yoqqa kuxunni bo'ladi. Bu yoqqa ham shkaf tushadi. Buni katalogu ramkalari. Mana gipsa ko'rgan stilga mana molding qo'yiladi mana. Molding qo'yiladi. Mana. Gipsa ko'rgan mana bakovoyga 9 cm, bu yog'iga 50 cm ga mana molding qo'yiladi. Trishini ketmas uchun. Bunu maydan chiqib ketyapti, o'chiraveradi. O'chirib qo'yadi. O'shunda mana gazdiki o'chmaydi. Gazdiki. Bu xoladenni o'chmaydi. Qolgan ob'ekt hammasi o'chadi. Shunday ustanobga qilganmiz. Bunday narsani ustanobga qilganmiz mana. Avtomatga. Avtomatik tashlaydi bu. Bundan o'chib qo'yiladi-da, mana chiqib ketyapti, o'chirsa, mashina bossa, ponna ob'ekt o'chadi. Ob'ekt o'chadi, biroq xoladenniy bilan u gaz o'chmaydi. Chunki u ham o'chib qolsa, o gaz chiqqanda o chustvoyt quvay qoladi ekan. O'shuning uchun gazniki yonib qolgan. Gaz shilenkasi turbasi teshilsa, buni avtomatik tashlaydi o'zi. Gazni blokrovka qiladi. Mana undan chiqib ketadi uyda egasi. Mashina o'chirib qo'yadi. Mana maydan. Ponni o'chdi mana. Ponni yondi mana. Mashina o'chirib qo'yadi. Ponni ob'ekt o'chdi mana mashinadan. Mana. Ko'ringlarmi? Bitta xoladenniy bilan gazniki yonib qoladi xolos. Qolgan hamma ob'ekt o'chadi. Hamma komnat o'chadi. Bitta gulchatir bilan hammasi o'chadi. Tabiatlarga ham ramka qilingan mana. Ramkalar ichida chinto bo'ladi. Mana. Ramkalar ichida chinto bo'ladi. Bu yerga safit qo'yiladi bunday. O'shunda mashina o'zidan o'chirsangiz, to'liqda xoladenniy bilan gaz o'chmaydi, qolgan hamma o'chadi. Mana. Bo'ldi. O'ziga singir qattalab qo'yildi. Hozir bu ob'ektingiz dom ponni klassika remont bo'ldi. Mana. Ko'ringlarmi? Dom. Buni balon o'tirishini qaranglar. Bizim mashina o'rnida turadi mana. Mana hozir shkurkalarni qilib olishdi bolalar. Ponna ob'ekt shkurkasini tugatishdi mana. Shkurkalar tugatishdi. Eshiklar ham mana. Eshik qo'yilish, apparatda qo'yiladi bu eshiklar. Ponna mana. Birorta oshcha chizig'i yo'q. Ponna lippat o'zi tushadi.
Mana eshitleri. Eshitleri 8,5 mingdan oldik. 12 ming ekan bizga 8,5 dan qilib berdi do'stlar. Bunga gipsovoy shpagilovka ishlatilgan. Hammasi qimmat shpagilovka ishlatilgan. Polimerni ishlatilgan mana. Mana ular ham polimerni, chelakli shpagilovkalar mana. Ha, chornisiga ham, chistovoyga ham polimerni ishlatilgan mana. Mana. Chistovoyga ham polimerni ishlatilgan mana. Mana. Shpagilovka polimerni. Shpagilovkalar 1000 so'mdan. Bir mushugi 1000 so'mdan mana shpagilovka. Kanalga kirsanglar xattalab qo'yinglar. Podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Ko'pchilik aytadi o'sha nimani? Mana uni. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tayin ha. Mana uni stigi bo'ladi, stigi. O'sha stigini moldor bir yerda ish qilsak stigi bilinib qoladi deydi. Mayerga hozir 9 sm gipsakarton bo'ladi. Bu yog'i 50 bo'ladi. Manda molding qo'yiladi. Mash ikkovini ulangan stigiga molding qo'yiladi. Bu yerda hayotda trishina ketmaydi. Buni yopib qoladi. Bu qo'yilib olsa trishina ketishi mumkin. Atak hozirgi mash holatida bo'lsa molding qo'yilsa trishina ketmaydi. Manaqasiga bakoviga 9 sm, mayog'iga 50 bo'lib turib, buni molding qattiq narsa. Shundan qo'yilsa ochiq bo'lgan chog'ida ham rodbunda shpagilovka qilib mo'ndan yopishtirsa, trishina hayotda ketmaydi do'stlar. Mana. Mana shunday molding qo'yiladi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Mana shunday molding qo'yiladi. Bu moldingdan hech ham trishina ketmaydi. Mana stigda mana shu molding yopib qoladi do'stlar. Manda molding yopishtiriladi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu 9 sm basen bo'lsa, bu basen. Basenni stigiga mashindan yopishtiriladi. Hayotda trishina ketmaydi do'stlar. Vobshe mana tushib ketsa, bilaverim, tushib ketdi, xudo xolasa tushib ketdi. Yaxshi niyat qilib qilsangiz tushib ketdi. Niyatingiz yomon bo'lsa, tushib ketadi. Kilak yaxshisini ishlatkilar. Zanjir kilak ishlatkilar mana. Mana shu kilak vobshe kuchli kilak emas. Bu kilak. 400 qancha ham turadi buni ustiga. Ko'rdingizmi? Kanalimizga kirsanglar qattalab qo'yinglar, mayli tinch bo'g'lar do'stlar. Bemalol biz o'zi polni podключ qilamiz. Pol, patolog, aboy, parovoy, elektrika, travertin, polni biznikiga usta kirmaydi. Biz nol holatiga kirib kelamiz, bitiramiz.